muammoni gapirishdan yechimini ham ber endi. Nimaga yechimni mendan kutyapsiz? Men ekofaolman. Ekofaol sifatida muammoni ko'taraman. Nega oylik to'lanayotgan, o'zing saylab qo'ygan deputatdan so'ramaysan haqqingni-da, men bitta masalan olib chiqqan odamga shapaloq berasan. Bo'lar, nima qilar? Bu gapiribdi, qanaqa ko'rsat menga. Ishlash kerak, kechirasiz, siz ham turishingiz kerak. Mo'tabar, assalomu alaykum. Siz meni nazarimda ekologik muammolar haqida o'ylaganda yuragi esiladigan, o'zgarishni o'zidan boshlagan jonkuyar insonsiz. Miya yopiqligi, qalb yopiqligi bu juda ham yomon tavqilanadi. Ketishingizni aytdingizki, ulg'aygan avloddan bir umidingizni uzganingiz, ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Tizimni o'zgartirish, kattalarni o'zgartirish juda ham qiyin. Fojia emasmi? Bitta katta avlodni bo'ldi, endi bunda umid yo'q. Nima uchun men kattalarga xohlamayman gapirishni? Chunki bu tomondan olib kelib argument bersiz ham, bu tomondan argument olib kelsiz. Oxiri ilmiy tadqiqotlar bilan siz olimlarning gapiradi deydi-da. Va eng yomoni nima?